Hammaga salom. Sizlar Muslim Kapri 20 kanalidasizlar. Videodan boshlashdan oldin like va podpiska bosib qo'yishni unutmanglar. Biz bugun do'cha terishga bormoqchimiz. Shuni sizlarga ko'rsatamiz. Qani bo'lsam ketdik. Hozir biz magazindan mana shunaqa narsalar oldik. Mana hozir ketamiz endi. Qaranglar, mana bu ham yashil joyi. Bahor bo'lsa ham lekin yozga o'xshab ketyapti. Xuddi marojniy kabi. O'rtog'im bunaqa pistolet oluvdi, qo'li qicha. Mana unisini ochdi-da, to'kilib ketdi. Endi Voy, qani? qatgadir uchdi, lekin biz bir uyimizga qatgaligini. Uch ketdi lekin. Qatgadir uchdi. Qaranglar, bu gulli chiroyliligini. Sizlar ham tarafinglarda o'sadimi? Mana siren guli. 2024-yilda eng mashhur gul bo'lgan. Ha. Hozirgacha mashhur bu gul. Agar mana shu yerda piknik qilsa, вообще zo'r bo'ladi. Agar piknik qilsangiz, sizlarga buloq olamiz. Ha. Biz hozir o'tchi teryapmiz. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz kerak. Tepalarida kattalari ham bor. Mana qaranglar. Bu hozir kichkinasi, biz yana kattasini ham olamiz. Yana hozir yana ko'proq terishga harakat qilamiz. Biz tergan do'chalar, agar sizlarga bu videomiz yoqayotgan bo'lsa, albatta like va podpiska bosib qo'yishni unutmanglar. Mana hozir teryapmiz. Teryapmiz biz. Mana yana. Qo'lim chiri bo'lib ketdi bu. Yana bizlar shuni deb o'ylamanglar, просто terish uchun ishlab qolamiz. Ko'pchilik hate qilishi mumkin egasidan. Ko'pchilik hate qilishi mumkin egasidan so'radinglarmi deb. Egasi o'zi qaradi-da, bizga kulib qo'ydi-da, ovuringlar dedi biza. Agar sizlarni bu videoni qiziqtirayotgan bo'lsa, albatta like va podpiska bosib ketinglar. Anita qaranglar, rosa ko'p do'chalar bor. To'g'ri chiqdi. Yo'lga yiqilsana. Hozircha do'chalarimiz shuncha. Mana o'tirishida. Bu esdalik bizaga butun bulut umriga qoladi menimcha. Anita do'chalar bor, ololmayapmiz-da, biz malavkalar daraxtga chiqa olmaymiz. Shox qidirishga ketyapmiz. Do'chaga kim qarab turadi? O do'chaga kim qarab turadi? Agar sizlarga bu videomiz yoqayotgan bo'lsa, albatta like va podpiska bosishni unutmanglar. Ana Anita. Mana shu ikkalasi best friend. Ikkalasi ustozi o'ng qo'li. Men bo'lsa sinfning eng ikkinchi qiziman, ikkichi qiziman. Ana shu oldik. Men sindirdim oyog'imni. Men olmadim. Bu mana uzunligini qara. O, meni yaxshi. Klaskom bo'lish osonmi, qiyinmi? U ham davomatchi, ham klaskom. Bu qiz hamma narsaga ulguradi. Kontent olishga, yaxshi o'qishga, BSBCS bilarni yaxshi baho qilishga. Etgacha bizga BSBCS o'tgan yilda kelgan. O'tgan yil biz 5-sinf bo'lganmiz. Ko'pchiligi bu yildan keldi. 25-yildan keldi, lekin bizga 24-yildan kelgan. Men har doim maktabga kirsam, hammada telefonlar yig'ib olishim shart. Ha. Mana biz chopib keldik hozir. Voy, bu zoom. narsa butun umr bizga esdalik bo'lib qoladi. Bu menimcha eng ko'p anaqa yig'adigan videoyim bo'lsa kerak, prosmotr yig'adigan.
ertaligit deb qarab turaymi? Nima bunaqa qilyapsiz? Boshimga bitish boshlagan. To'poy, boshimga chop deydi, yaxshi, buni bo'lmayman. Berman teri. Man qoqing. Ikkita hijobsiz, ikkita hijobli bor. Mana qattiq tomoni bilan ur. Soch qo'yingchi. Ana tushdi. Olinglar teringlar. Zo'r yo'lini topdi-ya, lekin. Man teri. O'g'illar videoga oladi endi. Agar hate yozsanglar, baribir biz ahamiyat bermaymiz, afsuslanmanglar. Qildim hozir. Agar sizlar hate yozsanglar, biz baribir ahamiyat bermaymiz, xavotir olmanglar. Mijini sizlarga yozishinglar mumkin, lekin biz ahamiyat bermaymiz. Da. Mana. Olishyapti. Mana. Bitta. Mana bitta. O, zo'r shamol bo'lyapti ekan. Qaranglar, shuncha yig'ildi hozircha. Nu bizga yana yig'amiz, mana tushib qo'yganlar. Bu o'zi mana ukamning podarkasini edishiydi. Voy, ko'rsatuvdingiz, sizlarga ukasiga oluvdim, buzdi o'sha. Buni ko'proq bir salfan qilib yig'ish kerak o'zi. Просто telefon topolmadik. Mana. Voy! Bugun kiyuvdim muqincha. To'sti. Mana bitta bor. Mana bizni terganmiz, endi buni bo'lib chiqamiz. Biz bo'lib oldik, endi uyga kirib mazza qilib yeymiz. Endi o'rtoqlarim bilan xayrlashib uyga kiramiz. Bo'pti. Xayrjon kam. Xayr. Hozir hamma o'rtoqlarim uyga ketdi, endi mana hozir uyga ketyapman. Agar sizlarga bu videom yoqqan bo'lsa, albatta like va podpiska bosishni unutmanglar. Hammaga xayr.